Bugungi o'tadigan mavzumiz maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining ish hujjatlari fanidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining shaxsiy ish hujjatlari to'g'risida bo'ladi. Reja O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 2023-yil 28-avgustdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarining yuritilishi to'g'risida 99-buyruqning ijrosi. Ikkinchi rejamiz o'quv yili uchun yillik vazifalarni rejalashtirish. Uchinchi rejamiz esa o'quv yili davrida guruhning tartibi. To'rtinchi rejamiz esa ertalabki badan tarbiya. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 23-yil 28-avgustdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risidagi 99-sonli buyrug'i to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi birinchi qonun Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrdagi maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi 802-sonli qarorining ijrosi hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuritilayotgan ish hujjatlarini tartibga solish, xodimlarning ta'lim-tarbiya jarayonidagi mas'uliyatlarini oshirish maqsadida tasdiqlangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning ish hujjatlari 05 raqami bilan belgilanadi. Bu tarbiyachilar faqat davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari emas, hattoki nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, davlat xususiy sherikchilik maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar uchun ham qo'llaniladi. Ushbu tarbiyachilarning ish hujjatlarining yuritilishi 05 raqami bilan belgilangan bo'lsa, bunda 011 raqamida esa maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'sha takomillashtirilgan ilk qadam davlat o'quv dasturi metodik qo'llanmalar 01 raqami bilan belgilanadi. 02 raqamida esa oylik ish reja, ya'ni oylik ish reja tarbiyachining shaxsiy ish rejasi bilan belgilanadi. 03 raqamli belgi bilan esa bolalar davomatini qayd etish daftari, tabel, filtr, ota-onalar to'g'risidagi ma'lumotlar qayd etiladi. 04 raqamli belgida esa bolalarning rivojlanish xaritasi, ya'ni yillik hisobotlar ham qayd etilib boradi. Mana shu 4 ta raqamli hujjatlar tarbiyachining shaxsiy ish hujjatlari hisoblanadi. Umumiy davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari 01 raqamli hujjatlarda esa o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tarbiyachilar uchun tegishli bo'lgan o'quv qo'llanmalar, takomillashtirilgan ilk qadam davlat dasturlari mujassamlashtirilgan bo'ladi. 02 oylik rejada esa alohida tarbiyachining o'zining shaxsiy ish rejasi, bu shaxsiy ish rejada tarbiyachilar uchun alohida ko'rsatilgan oylik, haftalik hamda kunlik ma'lumotlar to'liq berib borilgan. Bularni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tarbiyachilarga umumiy tavsiyalar shu tartibda olib boriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachisining ushbu ish jurnali tashkilotda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar uchun ishlab chiqilgan. Mazkur hujjat yuritishdan maqsad O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshda bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari hamda takomillashtirilgan ilk qadam davlat o'quv dasturi talablarini bajarish asosida ertalabki soat, sayr, kunning ikkinchi yarmida bolalar bilan yakka tartibda ishlashni loyihalashtirishdan iboratdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatlarni rejalashtirish bolalar hayotini to'g'ri tashkil etishning negizi hisoblanib, bunda tarbiyachilar ta'limiy vazifalar, bolalar bilan birgalikda olib boriladigan ish shakllari, rivojlantiruvchi muhitga kiritish lozim bo'lgan o'zgarishlar ham belgilab boriladi. Tarbiyachilarning shaxsiy ish rejasida bundan tashqari o'sha o'quv yili uchun belgilangan vazifalar ham belgilab olinadi. Vazifalarimiz esa 5 ta mavzudan iborat bo'ladi. Bundan tashqari tarbiyachilarning o'sha shaxsiy ish rejasida guruhning
kun tartibi ham belgilab olinadi. Kun tartibida o'quv yili davrida ertalabki doira. Ertalabki doira 3 qismdan iborat bo'lib, bolalarni qabul qilish, erkin o'yin faoliyatlari, ertalabki badan tarbiya, nonushtaga tayyorgarlik, nonushta va ertalabki davr suhbatlari belgilab olingan bo'ladi. Bundan tashqari ta'lim tarbiya jarayoni katta va kichik guruhlarda 40 daqiqagacha davom etadi. Ushbu 40 daqiqani ushbu bandlar asosida taqsimlab chiqiladi. Birinchi, umumiy guruhda ishlash, ya'ni frontal ishlash, hafta mavzusi bo'yicha rivojlanish markazlarida bolalar tanloviga ko'ra o'yin shaklidagi ta'lim tarbiya jarayoni olib boriladi. Birinchi sayrda kuzatish, mehnat, asosiy harakat turlarini mustahkamlash faoliyati, harakatli va erkin o'yin faoliyatlari rejalashtiriladi. Sayrdan qaytish, kiyim almashtirish, gigiyenik tadbirlar, yakka tartibdagi faoliyatlar, zarurat bo'lganda logoped, defektolog va psixolog, musiqa rahbarlari bilan birgalikda olib boriladi. Tushlikka tayyorgarlik, ya'ni tushlik, kunduzgi uyquga tayyorgarlik, uyqusiz guruhlarda bolalarning erkin va tinch o'yin faoliyati, bolalar bilan yakka tartibda ishlash, badiiy adabiyot o'qish rejalari ham belgilab olingan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar hafta oxirida o'tilgan mavzular yuzasidan o'zgartirishlar bo'lgan bo'lsa, o'zgartirishlar jarayoniga o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Hamda o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida o'sha hafta davomida bolalar nimani bilgan edi va nimani bilmoqchi ekan bandlariga ham o'zlarining o'sha bolalardan kelib chiqqan holda bilish bilmasliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritib qayd etib o'tadilar va kelgusi haftadagi rejalar ham o'zlariga reja qilib belgilab olinadi. Shuning bilan o'sha bir haftalik davomida tarbiyachi tomonidan yuritilayotgan shaxsiy ish rejamiz mana shu tariqasida amalga oshiriladi va qayd etib boriladi. Bugungi sizlar bilan o'tiladigan tarbiyachilarning shaxsiy ish rejasi yuzasidagi mavzumiz shulardan iborat.